Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar. 2-fevral sanasi biz 2026-yil payvand qilingan pistani oldi turibmiz. Mana kommentariyada yozgan ekanlar, payvand qilingan o'xshaganmi deb. Payvand qilingan sortlarimiz juda ko'p. O'shalardan bittasi 2 yoshli daraxt. 2 yoshli daraxtni mana kesganmiz va kesib tagidan yangi novda chiqqan. Yangi novdaga payvand qilamiz. Mana payvand o'rni. Endi tevasini buni kesib tashlaymiz. Endi bu kerak emas. Bismillah. Hop, endi buni shakl berish qanaqa bo'ladi? Umumiy holatdagi qoidaga asosan tashqariga qaragan kurtakka qo'yamiz va uni tevasidan kesamiz. Hop, bunda 3 ta 4 ta lider bo'ladi. 3 ta 4 ta lider bo'ladi. Hop. Mana shu liderlarni hammasini tenglab kesamiz. Tashqariga qaragan bo'lishi shart. Hop, bu yerda hop, mana buni qoldiramiz. Buni orqasida kurtak bormi? Tevaroqda ekan, u kurtagi tevaroqda. Ichkariga bitta shox qo'yishimiz kerak. Bitta shox qo'ymasangiz kesdim. Bitta shox qo'ymasangiz ichkariga markaziy lider bo'lishi shart ichkarida. Shuning uchun bitta markaziy lider qoldirib, qolganini kesib tashlaymiz va bu yerdan biz mana bu yerdan kesamiz. Sal balandroq bo'ldi. Markaziy lider, markaziy liderni kaltaroq kesaveramiz. Shuroq o'sish uchun. Hop, liderga raqobatchi shox kesamiz. Hop, endi bu yoqda tashqarida hosilga yaqin novdalar bor. Hop, bunga bu yoqdagi shoxlar keyinchalik xalaq berishi mumkin. Shuning uchun buni uchidan kaltaratib qo'ysa, bu hosilga yotib turishi mumkin. Buni ham xuddi shu holatda kesamiz. Mana shu holatda bo'ladi. Bu o'zini shaklini oladi. Buni xudo xolisa kelajakda ko'rsataman. Endi garnemda payvand qilingan bodomlarimiz bor. Bodomlarni ham bir qator sizlarga ko'rsataman. Hop, bodomlar yakka liderda bo'lgani uchun faqat bittali lider qoldiramiz va mana bu pastdan chiqqan shoxni olamiz. Asosiy tanada berish kerak. Tanada berish uchun mana ichki shoxni ham olamiz va tashqariga qaragan shoxni kesib qo'yamiz. Bu markaziy lider bo'ladi. Lider o'zi chiqib oladi, o'sib. Buni ham kaltaroq mana bunga yaqinroq qo'yamiz. Hop, mana bu ham payvand. Bu ham payvand. Hop, buni keyin ko'rsataman. Hozir bodomga o'taylik-da. Sizlarni chalg'itmaslik uchun faqat bodomni kesaylik. Hop, tanasida qilish kerak. Hop, endi bunda asosiy bodomda asosiy qilinadigan ishlar lider raqobatchilarni tozalab turiladi. Lider uchun kesilmaydi. Biz faqat yon shoxlarni kesamiz. Mana bu xalaq beryapti. Hop, bu ham mana bu ham tevasini olib qo'ysak bo'ldi. Va bularni uchlarini qaytarib qo'yamiz bodomni. Hop, liderga raqobatchi bo'lgan shoxlarni tozalab tashlaymiz. Bo'ldi. Ishi bitdi bunda. Asosiy yakka liderda bo'ladi bu. Yon shox berib oladi. Mana yana bitta payvand daraxtimiz. Bu tagidan chiqib tevasi qurib qolgan. Bu ham payvand. Hop, biz bodomni ko'ramiz hozir. Bodom yakka liderda bo'ladi. Agar sizda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, buni qarab turing. Hop, buni kesib, bu yon shox. Bodomda yon shox va bizga faqatgina tanada solish kerak. Tanasida mayda shoxchalar chiqib, o'sha mayda shoxchalardan hosil berish kerak. Shuning uchun yana o'sha ish qilamiz. Qo'limda telefon bo'lgani uchun xalaq beryapti va markaziy liderni o'zini qoldiramiz. Hop, liderga raqobatchi bo'lgan shoxni kaltaroq qilib qo'yamiz.
bitdi. Bu asosiy yakka liderda bo'ladi. Mana bu ham payvand. Hop. Pastdan chiqqani uchun buni oplashimiz kerak. Bu laboratoriyadan kelgan ko'chatlar. Buni ham tashqariga qaratib kaltaroq kechamiz va lider yakka o'zi qoladi. Mana bunda ham lider mana bu hisoblanadi o'rtada. Shuning uchun liderga raqobatchi bo'lgan shox olib tashlayman. Ichkari shoxi mevasi bo'lsa ham tozalashimiz shart. Bodomda xuddi shunaqa bo'ladi. Bu lider bo'lgani uchun lider hali uchun kesdim, sababi Nimjon aka sal quvvatlansin va bu kishini qaytarib qo'yaman. Xo'p. Bo'ldi. Bu yerda yana bitta bodomimiz bor. Hop, liderni qoldiramiz. Lider mana ko'ryapsizlar, o'rtadan o'zi ajralgan holatda bo'ladi. Liderga raqobatchi bo'lgan shoxni kaltalayapman. Mana bu hozir lider bo'ladigan bo'lsa, mana buni ham kalta qilib qo'yaman. Bu yonga shox beradi va shu atroflardan hosil olishimiz mumkin. Liderga tegmaymiz. Biz mayda shoxchalarni olib qo'yishimiz shart. Ichkari ketayotgan shoxlarni hammasini olamiz. Xuddi shu holatda bo'ladi. Qolganlari ham. Mana bu yerda ikkita lider bor. Bu bizga umuman kerak emas. Shuning uchun buni men kaltaroq qilib olsam keyinchalik rivojlanib o'sib oladi. Mana shu radimizda muammo bor. Bu yil daholisi yaxshiroq qaraymiz. Lider yakkalaymiz bu yerda, chunki pastda shox ko'p. Ozgina murakkabroq kesish ishlari, lekin bemalol amalga oshirsa bo'ladi. Bodomda ham 2 yoshli bodomlarni ko'rib turibsizlar. Ichkarida bo'lgan tashqariga chiqarishimiz shart bularni. Bo'ldi, bu yoqda bodom tugadi. Hammaga rahmat. Xudo xolisa keyingi videolarni inshaalloh ko'rsataman.